Assalomu alaykum. Biz mana hozir Rim tumbalari zavodiga yetib keldik. Ko'rgazmalar zaliga. Hozir bu yerda hammasini bitta obzor qilib ko'rsatamiz. Gultuvak. Mana bu tumbachalarda yo'llarning yoniga to'siq sifatida ishlatsa bo'ladi. Chiroyli qilib bezab buni mana buni to'siq sifatida ishlatsa bo'ladi. Bu mana buni to'siq sifatida ishlatsa bo'ladi. Keyin mana bu narsani ham to'siq sifatida ishlatsa bo'lar ekan. Yo'lning yoniga kattaligi yaxshi og'irgina, taxminiy diametri 60 sm ga yetar yetmas chiqar ekan. Balandligi ham bor. Balandligi 35 sm ekan. Yo'lni to'sish uchun ishlatsa bo'ladi. Endi zagorodkalar uchun uylarning yoniga, bog'larning yoniga mana bunday narsalar bor. Bularning balandligi 60 sm ekan. Bunisi sal pastroq, keyin mana bulari kattaroq bo'ladi. Taxminiy balandligi 1,5 metr ekan mana. Buni balandligi 1,5 metr, yonida tumbasining balandligi 1,60 bo'lar ekan. Bu o'sha bog'larning yoniga, ekinzorlarning yoniga qo'yish uchun yaxshi bitta variant. Mana har xil 50 razmerdan to 1,5 metrgacha bor ekan. Mendan Surxondaryodan bir kishi so'ragandi, qolibdi anosini. Mendan bir kishi so'ragandi Surxondaryoda, shuni yopiq varianti bormi deb. Bu yerda yopiq variant yo'q ekan, faqat pastroq. Hozir u yerga kelamiz. 70-80 sm 1 metrlik yopiq varianti bor ekan, lekin 1,5 metrlik xuddi Yevrozaborga o'xshagan qismi yo'q ekan. Mana o'sha to'siqlar mana shunday chiroyli qilib bo'yab qo'ysa bo'ladi, ikki xil ko'rinishda. Endi bu yerda tumba. Mana tumbalarimiz 20-25 bu yerda ko'rinib turibdi. Tepadagi gullari bilan, bu tomonda taroqlisi, rezbalisi, silliq, qornida guli bor qismi. Gulni boshqa xili yo'qmi deb ko'pchilik so'raydi-da. Gulni boshqa xili bor, mana bu xildan bor. Lekin bu gul chiqmaydi. Buni biz 2019-yil birinchi olib borib ishlatib ko'rganmiz. Bu guldan olish tavsiya qilmayman. Bizda hozir bor, mana bu guldan qo'yib beramiz odamlar taklifiga binoan. Keyin mana bu ikkinchi gul bor. Ikkita gul bor. Taklif qilamiz, bu guldan qo'yib beraymi, bu guldan qo'yib beraymi deb. Bunisidan ham bir 10 ta 12 ta qolibimiz bor, bundan ko'proq. 15-20 taga yaqin bundan bor. Qaysi birini taklif qilamiz, qaysi biri ma'qul bo'lsa qo'yib beramiz. Lekin bu chiqmaydi, bizga to'g'ri kelmaydi. Mana shunday rezba sifatlari, silliq variantlari. Endi bu yerda mana 20-25, 30-35 hammasidan bor. Mana qornida guli bor varianti, o'sha yurakcha simon. Mana bu silliq varianti. Bu esa rezba varianti. Tepasida. Yana bir kishi so'rabdi, aka tepasida ham qo'ysa bo'ladimi deb. Ha, mana tepasini ham, pastini ham bir xil qilib qo'ysa bo'ladimi? Ayrim joylarda regilda mana bu qolibdi. Ikki yonbosh chiqib ketyapti, shuni hisobiga mana buni o'zini qo'yib yuryapti, tepaga ham, pastga ham bir xil qilib. Mana shunday ko'rinishda 25 lik qolib, mana qornidagi gullari bilan mana o'sha ikki xil qolib. Mana bu bitta ikkovining yaxshigina farqi bor. Lekin bular ikkalasi ham betondan yaxshi chiqadi. Mana endi mana bundan bir ikkita joyda ko'rdim, lekin men olib borganim yo'q. Qandaydir bizga uncha ma'qul kelmadi. Qolgani ham xuddi shunday 35-40 lik qoliplarda, xuddi o'sha rezba, taroq, shunaqa variantlari, drakonlar bor. Mana bunda ham o'rtasiga bitta qo'yib yuborsa bo'ladi. Lekin bundan bitta qo'yib yuborish uchun pastiga bitta 10 sm qism bo'lish kerak. Mana bu yerga yana bitta 10 sm qism bo'lish kerak. Chunki taroqda ochiluvchi, yopiluvchi degan joy bo'ladi-da. Mana bu yerda taroq ochilsa-yu, bu yerga kelib yopilmasa, shunda to'rtburchakda o'zi chiqib tursa, taroqda, ya'ni ariqchasini o'zi ko'p yaxshi chiroyli ko'rinmaydi. Shuning uchun pastga bitta 10, tepaga ham bitta 10 bo'lish kerak. Undan keyin mana bu gul bo'lib, keyin yana 10 sm qism bo'lish kerak.
Keyin tepada mana shu yopiluvchi 10 sm bo'lishi kerak. Mana shunday bo'lib. Shunda bitta qolipga 4 ta 10 sm kerak bo'ladi. Bular o'sha drakonlar mana o'sha yo'lda, mashinalarda, parkovkalarda yoniga, chegaralarga qo'yib qo'yadigan shaharlarda ko'proq ishlatilsa bo'ladi bu. Mana bu qolipdan olib bordik. Yaxshi chiroyli zo'r chiqyapti. Bu diametri necha? Bu 25 lik qolip. 25 lik qolipga 43 chiqar ekan ichi. Ya'ni regelga qo'yish uchun 25, bu esa 30 deng. Mana shunday ko'rinishi. Mana endi gulni hammasini bitta qilib terib qo'yibdi. Mana bu ham yaxshi ketyapti, yaxshi sotyapman. Eshik darvozalarni tepalariga, derazalarning tepalariga mana bu gullar qo'yilyapti. Aytaylik, mana bu bittasining balandligi 70 cm, uzunligi mana shuni uzunligi hozir 2,5 metrlar plus minus chiqadi. Pastdagisi shu 1,70 1,80 lar chiqadi mana shular. Har xil o'lchamda bor. Mana bu o'sha bir tabaqa eshikning tepasiga qo'ysa bo'ladi yoki derazani. Mana bu darvozaning tepasiga qo'ysa bo'ladi. Uzunligi pashti 3 metr chiqib qo'yadi bu. 3 metr agar ziyod ham chiqmasa. Mana shu birinchida turgan. Plitalarda qolipchalari, regellarda qoliplari, regel yoniga bu zinalardagi ayrim mijozlar so'rayapti. Mana bu lesisani yakkaligidan. Yakkaligi ham bor, agar buyurtma qilsalaringiz olib borib beraveramiz. Endi yakkaligini uyda qo'yib, uyda ishlab chiqarib, keyin mijozni uyiga olib borib qilsa bo'ladi, o'rnatsa bo'ladi. Bu yerda regelda qoliplari, regelda qolibidan olib borganmiz. Yaxshi ketyapti ham. Mana shunday ko'rinishdagi regelda qolibidan olib borganmiz. Tepada temirli varianti. Temirli variantda soddaroq, unaqa ko'p bijir-bijir yo'q. Mana bu stol. Bir kishilar shunga qiziqyapti, qani ko'ramiz, agar noqsa olib borishimiz mumkin. Buni ichiga mana shunday beton ketiladi, uncha ko'p og'ir bo'lmaydi, surilib ham ketavermaydi. Mana shu ichiga beton ketadi, uni yonida tumbasi bo'ladi. Xuddi shunga o'xshagan tumbacha stol tashqariga, uyni oldiga, bog'larning orasiga qo'yib qo'ysa bo'ladi, o'tirib chiroyli kraska qilib qo'ysa. Bu gultuvak. Bu gultuvagimizning balandligi. Bu gultuvakning balandligi 55 cm plus minus bo'lar ekan. Endi ichi 50 cm bo'lar ekan, o'sha tuproq qoladigan. Chegarasi pashti 80 ga 80 bo'lar ekan. Chegarasi mana shu yerdan bu chekkagacha 80 bo'lar ekan. Ichi o'sha tuproq solib gul qo'yiladigan joyi 50 cm bo'lar ekan. Balandligi 55 plus minus bo'lar ekan. Bu ikkinchi xil gultuvagimiz. Buni ham balandligi 45 cm ekan. Ichi 52 cm. 52 ga 52 qoladi. Endi chegarasi nisbatan sal uzunroq bo'ladi. Chegarasi 65 bo'ladimi, 64 bo'ladimi, xuddi shunday. Bu ham xuddi shu razmerda, faqat ko'rinishi biroz boshqacharoq. Mana bu to'rtburchak gultuvak ham xuddi shunday. Buni ichi 30 ga 30 bo'ladi, balandligi taxminan shu 30 dan ziyodroq, 35 lar ekan. Tashqi chegaradan chegaragacha bir 35 plus minus atrofida bo'ladi. Pastdagi gultuvagimiz ham xuddi shunday. Bu 40 cm ekan balandligi. Ichki qismi ham taxminiy 40-45 atrofida bo'lar ekan. Endi ustida qolib bo'lgani uchun olmadim. Ichi 48 cm bo'lar ekan, tashqisi 55 cm bo'lar ekan. Balandligi 40 cm ushbu gultuvakniki. Bunisi esa sal balandroq. Buni balandligi 53 cm.
ichi 48 santimetr. Mana tashqi chegarasi biroz kattaroq. Endi mana bu o'sha yo'llarning yoniga mashinalardan yoki texnikalardan himoya qilish uchun to'siq sifatida foydalansa bo'lar ekan bundan. Bugiltoy ham xuddi shunday, ikkalasi bitta. Mana o'sha to'siqlar yana bu to'rt burchak qolipning tepasi. Mana bundan olib bordik. Bu bulog'ishlari tepasiga qo'yiladigan shapka. Bundan olib borib uyda ishlab ham chiqdik. Chiroyli zo'r chiqdi. Balandligi taxminiy 40 dan ziyodroq chiqargan. Balandligi. Eni 40 santimetr lekin blokka bemalol o'tiradi. Blokning tepasiga shapka. Shapka sifatida foydalansa bo'ladi. Mana endi zinalar. Zinalarda ham turi ko'p. Bizga unaqa ko'p kattasi kerak emas. Mana bular kerak emas. Ichini o'zi 37 santimetr pachti. Bu yer 20 santimetr. Juda baland. Buning uchun juda katta mehmonxona yoki bo'lmasam to'yxonalarni oldiga qilish mumkin. Lekin tadbirkorlik qilaman yoki shuni orqasidan non yeyman, ustachilik qilaman deganlarga uncha to'g'ri kelmaydi. Qolganlarni mana bular olsa bo'ladi. Bular 20 ga 20, 18 ga 18 shunday ko'rinishda bo'ladi. Mana shunday ko'rinishda. Endi bu yerda juda ko'p qolipni assortiment qilib bir-biri bilan bog'lab qo'yibdi-da. Bir-biriga to'g'ri kelgan tushganini. Mana bu tomon ham xuddi shunday. Endi bu tomonni ko'rsatsak, bu tomonda biroz boshqacharoq. Balandligi 1.13 ekan. Mana buni balandligi. Bu tomonning balandligi 1 metr ekan. Bu tomonning balandligi 1 metr. Mana shunday. Bu ham o'rtasi ochiqda Surxondaryoda bir aka so'ragandi, yopiqi bor mana shuni deb. Yopig'i bor, faqat 1 metrlik, uncha ko'p kattasi emas. Endi bular kerak emas bizlarga, juda past. 65 santimetr ekan bular balandligi. 65, mana bu qism 70 santimetr. Mana bular hammasi 65 santimetr. Bular 70 santimetr balandligi. Mana bular. Bu pastlik qiladi. Mana bu tomon ham xuddi shunday 70-75. Mana bular 80 santimetr ekan. Biz asosan olib borayotgan qolip mana bu qolipdan olib boryapmiz. Hozir ko'rsataman yana. Keyin zinani mana shunday yopiq holatdagi mana shu bor. Balandligi 90 santimetr. Unda ham bu 100% yopilgan bo'lmaydi. Yonida tumbachasi bo'ladi. Har 1 metrda xuddi mana shunday ochiq joy bo'ladi-da. O'sha zagorodka uylarning yonini yopish uchun Yevrozabor uchun birdaniga qo'ysa qanday bo'ladi degan akalarga mana shundan bor. Biz olib borayotgan qolip asosan mana shu hozir xalq ko'p xohlayotgani mana shu qolip. Biroz boshqa mana bunisi bor. Mana shundan olib borilyapti. Mana chiqqan holati. Bular 90 santimetr balandligi. Mana bu tumbasi 1 metr bo'ladi balandligi. Yonidagi bitta yakka tumbasi 1 metr. Mana bu tumba 1 metr bo'ladi. Mana bu chiqqan holati. Endi bu hammani o'zining dizayniga bog'liq, har xil qilib bo'yaveradi. Mana bu qolipdan olib boryapmiz. Ikkinchi qolipdan olib boryapmiz. Endi bu tomondan ko'rinishi, bu tomonda boshqacha. Endi yuqorida bu kerak emas, bu ham kerak emas. Mana bundan oladigan bo'ldim. Chunki ko'pchilik so'radi bundan. Bu ham kerak emas, bu ham kerak emas. Bular ham kerak emas. Mana bundan oldim. Bu ham kerak emas. Mana bu sherdan ham oldim. Qushlardan oldim har xil. Qanotini yoyib turgani, tepaga ko'tarib turgani, tovus, xo'roz, baliq,
Bularni hammasidan oldim. Stakan bu. Shu tumbani stakani. Bundan ham bir ikki xil variant qilib oladigan bo'ldim. Mana bu gultuvak. Buni boya ko'rsatdim. O'shani tayyor chiqqan holati. Mana. Bu gultuvakdan bor. Ichi 46-47 sm mana. Tashqi chegarasi endi 50 dan ziyod. Yo'q, 60 dan ziyod ekan. 62-63 chiqar ekan. Tashqi tomoni. Balandligi 50 ekan. Mana bu ham tumba. Endi bu o'sha to'rtburchak qoliplarni o'zlari yasab chiqarib qo'ygan varianti. Bizga bunaqa ko'p katta kerak emas. Kattalar so'ralmaydi emas. Aytaylik 1 oyda 2 oyda bitta so'raladi. 450 500 bular to'yxonalarga, katta restoran yoki katta qurilishlarga so'raydi. Mana bu taroqli varianti o'zi. Bulardan ko'p olib bordik. Bu 25lik. Mana bu 30lik bular. 30lik ikkita taroq. Mana rasmda ko'rinishi mana shunday holatda bo'ladi. Bu endi shunaqa ko'rinishda chiqadi. Uylarda sokuliga teriladi-ku. Kafelda nimadir yonini sal olib tashlagan bular o'shanaqa ko'rinishda. Bu esa taroq masakani mana bunaqa ko'rinishda mana. Mana shu ko'rinishdagi qolipdan. Bu ham taroq, faqat sal ko'rinishi boshqacharoq, tepasi bilan farq qiladi. Bu 40lik. Bu qolipdan ham ko'p olib borganmiz, ko'p sotganmiz. O'zimiz ham dastlab olib borib quyib ko'rganmiz bu qolipdan. Mana bunaqa ko'rinishda. Yana taroq varianti. Bir kishi mana shunga qiziqqanda shundan ham olib boradigan bo'ldik. Mana shu. Shu yerda shunaqa bor. Mana o'shani qolibi bu yerda turadi. Demak, guli mana shu yerdan boshlab aytaylik 1 2 3 4 30 sm dan bo'lsa 1.20 majburiy qo'yiladigan joyi 1.20 sm bo'ladi mana shu gulini. Undan keyin pastidan razmer o'ynatsa bo'ladi. Chunki mana bu o'rtadan almashtirolmaydi-da, gul o'zgarib ketadi. Mana bu ham bor. Bu tagida o'sha guli bori, tepasi to'rtburchak shunaqa holatda chiqadi bu. Faqat buni tagiga stakan qo'yib bo'lmaydi-da. Bunda shu bitta muammo shu bo'ladi. Ayrimlar yo'q, men tagiga kafel qo'yaman deydi-ku, kafel teraman deydi. O'shalarga to'g'ri kelmay qoladi-da bu. Shuning uchun bizlar buni emas, to'g'ridan-to'g'ri mana buni olsak bo'ladi-da. Tagiga bemalol kafel qo'yadigan qilib, stakan qilib, uni tepasidan ketsa bo'ladi. Agar hozir buni prema yerdan qo'yib qo'ysa, kimda suv sachraydi, rasvo bo'ladi deyish mumkin-da. Bir xillarni hovlisiga misol uchun suv tegmaydi, sachramaydi, qo'ysa bo'ladi. Lekin mana buni olib borsa, har qanday vaziyatda to'g'ri ketaveradi. Pastiga bitta stakan qo'yiladi-da, stakanning tepasidan tumba ketadi. Mana demoqchi bo'lganim, mana pastki qismga stakan qo'yiladi. O'sha pasti nechi bo'lsa, 50 ga 50 mi, 60 ga 60 mi, balandligini 60 mi, 70 qilib stakan qo'yilsa, stakan kafel bo'ladi. Kafel ustidan bu tumba ketadi. Mana bu tomonda turibdi ekan. Agar bu qolipni oladigan bo'lsak, mana tagini o'zi mana bu yer kattada, bir 70 ga 70 mi, plus minus bo'ladi. Buni tagiga qo'yish qiyin. Stakan qo'yish qiyin-da. Bo'ladi qo'ysa, juda katta bo'lib ketadi. Agar buni hovlini o'ziga qo'ysa, shunday qo'ysa bo'ladi. Pasti stakani bilan o'zida bo'ladi. Mana bu qism bo'yaladi, keyin tepada mana bu qismlar bo'yaladi. Shuning uchun meni maslahatim mana buni olish yaxshiroqmi deb o'ylayman. Pastiga 60 ga 60 balandligini ko'rib stakan qo'yilib ketilaveradi. Mana gultuvak, bu gultuvaklardan olyapmiz. So'raganlar bor. Mana gultuvaklar. Endi bu 500 lik to'rtburchak qoliplar bular.
bular uncha bizga qiziq emas, просто shunchaki bir ko'rsatib o'tib ketaman. Mana men aytgan narsalar tepada gul turibdi. Mana bu yerdan keyin yana bitta o'zida stakan bor-da. Bular ko'p bizga maza qilmaydimi deyman. Endi bu yog'i 400, 450, 500, 600, 700 ketyapti. 900 gacha ekan tepasi. Salkam 1 metr. Mana bu menimcha 1 metr chiqsa kerak. Oxiri kattasi kerak emas. To'rtburchak. Endi mana bu qoliplardan bizga to'g'ri keladiganini olishimiz kerak-da, shunda boyagi nima deydi, o'zimizning mentalitetimiz deymiz-ku. O'shandan kelib chiqqan holda sal tepaga regellarni qoliplari mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Regelni yoniga qo'yiladi-da, bu orqa tomoni yopiladi, faqat bir tomonida bo'ladi bu qolip. O'shandan chiqarib ketsa bo'ladi. Bundan olib borganmiz mana o'sha regelni qoliplaridan. Kimga nima kerak bo'lsa, aloqaga chiqsalaringiz, hozir buyurtmani men hozir zavodga boraman, o'zimda buyurtmalarim bor, odamlar olamiz degan narsalar. O'shani yig'ishni boshlayman, baribir unga 1-2 kun vaqt ketadi. Agar kimga nima kerak bo'lsa aytsalaringiz, sразу uni ham yig'ib olishga harakat qilamiz. 25 kun, 1 oy atrofida. Mana. Yana zavodga boraman, zavodda keyin boshqatdan ko'rsataman yana. Bu yerda chiqmay qolgan, ko'rinmagan narsalar bor. Ularni ko'rsatamiz. Yevrozabor so'raganlar, xuddi shunaqa ko'rinishdagisi bor, yoki mana bunaqa. Hozir yana boshqa xillari ham bor, ularni ham olib tashlayman hozir. Bu qolipdan ham ovoraymi? Taxminan 40 ga 40 bo'ladi, tepasi 50 ga 50, balandligi lekin balandroq bo'ladi, 1 metrga yaqin. Qorni mana shunday to'rtburchak qolip yonida xoshiyasi bor edi. Xuddi o'shanday figura, skromniy variant. Nima deysizlar? Shu bilan mana bunga qiziqib turibman. Pastrog'iga.